Özümün hakikaten Uygurca da azı bağlılıqım. Çünkü ben bu program qilishni oldida de o'ylardim. Endi men shash chiqmadim deb o'yladim-ku. Ama qilib press. Nima bo'ladi? Har bir balaning kilish Uyghur balaning tavsiya emas bu. Kilish kerak. Chunki u bu kelib o'zini bir qanchalik sinab qilish kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum Abdulla Qandavalo. Yaxshi alhamdulillah. Va alaykum assalom. Bu o'rni almashtirib qo'ydingmi? Xo'sh kelding. Men bistini bo'ldi. Tamam. Programmamiz xo'sh kelding. Rahmat. Yuqorida o'tgandek programmaning qoidalarini tushungan bo'ldingmi? Ha. Unda bo'lsa, Abdulla o'zingni bir qisqacha tunishtirib o'tsang, oldin programmamizni boshlasak. Men ismim Abdulla. Familiyam edi. Mirzali. Mirzaliga o'xshaydi. Uning keyindan familiyam edi. Xotinlik o'zim 17 yosh 40 mi? 40 mi? Xotinlikim bo'ldi, ishqinib. Uning 17 yosh 40 mi? O'zim Tambaqdan. Hozir 13-sinfda o'qiyapman. Tambaq degan shu xotinning bir nayasi o. Xotin emas, Tambaq. Abdulla. Bizga kundalik hayotini qisqacha bir deb bersan. Kundalik hayotimni qisqacha deb bersan. Qiziqarli yerlarni deb bersan bo'ldi bizga. Kundalik hayotimni qiziqarli yerlari. Shu atgan qo'pima Uyg'ur masjidga chiqib namoz o'qiyman. Mencha eng jafoli yer o'shamiki. Ba'zan chiqolmayman. Shu Uyg'ur masjidga chiqib namoz o'qib kirib 8-9 gacha uxlayman. Undan keyin qopab tomoq yeyman, o'zimning toziqni qilaman. Undan keyin inglizcha o'rganaman. Tomoqni jihaysan-ga. Atganda tomoq yemsan, choy ichamsan. Atgan shu qo'shaqchalar jamlablar qilsa. Yaqin emas. Atganlik tomoqlarni yaxshi qilaman. Alloh shukr, atganlik tomoqni yaxshi qilaman. Tushlik tomoqni yaxshi. Shu kechki tomoq asli meva-chevaysam bo'ldi. Ya bo'lmasa. Hamma narsani jaqiyib bir qo'saq salib oldim. Qo'saq salishdan boshqa 100 misli bo'libsiz hozir. Ha, shu. Uruqlay deb shu hozir boks qo'yib qilyapman tanaka. Lekin unda qo'saq salib o'zim vijik unda qattiq bodak damda. Shunaqa ekansan. Shunaqa. Beddan chinkan. Ha, shunaqa. Abdulla sen nimalarga qiziqsan? Men nima qiziqman? Men sayohat qilish qiziqman. Undan keyin boshqalar bilan ijtimoiy gap qilish, munozirlashni, boshqadan yangi odamlarning majralarini anglashni degandek. Yangi odamlardan tanishishni. Har inson bir kitob degandek. İnsandan tanishishni yaxshi ko'rsa. Ha. Undan keyin shu tanaka qiziqman. O'zim tanaka qiziqsam qo'saq chiqmaydi-ku. Ya, anda emas, men keyin qo'saq chiqqandan keyin qiziqib qoldim. Ya, anda emas. Men senin paşadan kelmaman. Nimada? 2 yil bo'ldi fakultetga. Birinchisini boshlab turdik. Men top o'ynaydim. Shu 1 yillik top, 1,5 yillik top o'ynadim. Top o'ynagan chaqda yugurib nima qilgandan keyin men jiq nima kutdi-chu. Jiqdan bir qizdan insonni o'zim o'ylab qolib. O'sha aşağıda jiqdan qilgandan keyin oshqozonning g'ajmi cho'ngib ketdi ekan. Shuni aşağıda. Undan keyin topni qo'yib koronavirus chiqib. Uni qo'yayotgandan keyin tashlatdik. Shu chaqda qasamni qo'limi jumla xatosi oldi endi bosmayman. Sen nemisan shu endi. Daromaz endi bosmayman. Shunda. Shu chaqda koronavirusda. Topni tashlab tomoqni chaqib, ham tanarkat qilolmay. Virus sababli qo'saq chiqadi deymi? Ha. Virus sabab ziyon qilibdi-da, ziyanni ko'rsatibdi sana. Shunday bo'lyapti. Abi ham İngilizce o'rgatmaydi. Nimishqa inglizcha o'rganishga qaror berib qoldim. O'zimningki plani var. O'zimning plani var. Shu planga yetish uchun bir qadamdan do'q inglizcha shu. Men bir vosita. Bir vosita. Men Oxfordda o'qigan bor o'zimning. Oxfordda, Angliyada Oxfordda o'qigan bor. G'ayam chunki. G'ayam chun emas. Asli Oxfordda o'qishimning sababi shu g'ayamga yetish uchun bir qadamdan do'q. Unutdim chun g'ayasi boshqa. Shu.
Oxford o'qiyman, tijorat kasbida o'qiyman. Shuning uchun inglizcha lazım. Matematikam, inshaalloh matematikamni qila olaman. Matematika yaxshimi? Ha, yillik qilgan narsaga qalayapman, yaxshi, o'zim o'tayapman. Alloh shukr. Nimishqa Oxford kirib o'qishni o'ylab qoldim. Oxford nimishqa? U savol. Bu so'alning javobi men daxil bashar kelsa. Asli kirish qolmaydim. Mening bir muallimim vardı, ya şu muallimim tunuşturup qildi. Hem o'zim tarixiyatga qiziqaman, shunga. Uyg'ur muallimmi? Ha, Uyg'ur muallim. Shunga Oxfordga Kirishga qiziq qoldim. kirishga qiziqib qoldim chunki Qancha tonigan sari shuncha yaxshi ko'rib qoldim. Deymi? hem tarixiy maktab, hem cho'ng-cho'ng boshliqli nimalardan chiqqan bir maktabi. Cho'ng-cho'ng odamlar olim emas, cho'ng-cho'ng odamlardan chiqqan maktabi, professorlardan chiqqan maktabi degandek. Shunga cho'ng maktab bo'lgan ham cho'ng-cho'ng odamlar kelib yeb qilib ham imkoni jiq degandek. Shunga qiziq. Amsa tijorat kasbini o'qishning sababi nima? Tijorat kasbini o'qishimning sababi nima? Tijorat kasbini o'qishimning sababi o'zimninki g'oya degandek, g'oyim cho'ng'aq, shunga shu g'oyaga yetish uchun ham Tijoratchi bo'lgan bo'lsa. Ya, hem o'zimdan tijoratchi, hem o'zimninki gap qilish olsun, ijtimoiy fanda kuchli bo'lishim o'zimga bo'lgan bir yetenek. Yetenek emas, Uyg'urchada qobiliyat yoki iqtidor. Kanchinchi xato bu? Ikkinchimi? Ikkinchi xatarisi mi? Birinchi xatorim. Qanday? Birinchi xatorim nimada? Jumlaning ichida nima bo'ldi-da? Bu yoqsini yerim hisoblayman. Basmada yerim hisob. Hisobsak bo'ldi. Ikki ketdi. Shundaq shu. Dadam tijoratchi. Ota meros kasbini davom qilay debsanda. U emas-da, lekin shu tijorat qiziqman. Ijtimoiy fan. Ijtimoiy aloqasi shuqur ekan. Shu bo'lgandan keyin shunga Xaqin toza. Nasar. Haqni so'qti qilay debsanda, haqni. Shunga tijorat qiziqman. Sen abiyam yangi yerlarni ko'rishga qiziqmaydi dedim. Eng yaxshi ko'rgan 3 tal, eng bag'ing bor 3 tal yer. Shaharmi? Shahar. Haramga bag'im lekin uni chiqaradi chunki biz musulmonlar. Har bir musulmonning kerak bo'lgan ya. London, İtalya, Roma. Angliya, London, İtalya, Roma. Onun kendinden Amerika, Miami. O ne kadar parası mı? Nima shu yani uyagi bo'lishni xohlaysan-ki? O'zimni endi İtalya, Roma zaten tarixiy bir shahar. London bir tarixiy bir shahar. Onun kendinden nima Amerika, Miami rahat o'zimni bir rahat o'zimcha. Nimaga rahat? Rahatlik, bir rahat o'zimni qilmoq bak qisib olishni, siqib olishni yaxshi ko'raman. U erkin. Erkinlikni yaxshi ko'rsa. Men erkin emas. Suv ichishqamroq, suv yuzishqamroq. Amerikada o'tiradi. Bu yerda badalqi shu Miamiga borman shu ashunaq. Miamiga borman. Bu yerlarga borishni mana shu muallimning tavsiyasi bilan qiziqib qoldimmi yoki? Yo'q, shu Londondan maktabdan. Undan boshqa yerlarni o'zim. Sen filmdan belki görüyorsun. Amerika'dan filmlerini çok görgəndik ki şu an şunu təsirdim ya. Amerika, Miami'ye o kadar emas şu ben Venedik'le Miami'nin çıksan arasında kalı ben. Venedik ilk sunum üstüdü şeyler oynadık. Şu an çıksan arasında kalı. Venedik kayısı üretti? Hollanda'dım ki. Hollanda mı? Hollanda'nın Uygur'su. Hollanda. Venedik İtalya'da. Tamam. Sen de dinlersen ki Onu ilaki Kargolayca yaş külab qalmış olsa gayəni bu. O anda emas Venedik şəhərlə nə qıldıq? Mən bununla şu bir müəllim, onun bir müəllim oldu da. Onu Türk müəllim oldu onunla. Müəllimlərin səni bək cıq yola başı izləyir. İctimai benim yaxşı. Axır yola başı tutqayıbdı səni. İctimai benim yaxşı olan ikən müəllimlərdən. İctimai pələrim. İctimai pen degan yəni İctimai əlaqə. İctimai əlaqə. Bu ictimai pen degan başqa bir şey. Demək. Şu aşırı yaxşı olan ikən. Müəllimlər cıq otursan gəndə. Çıxış alayım şunuşqa. Müəllimlərim fokusda qurdu. Rəhmət şunuşqa. O müəllimə tavsiyə qılıb deyəndək qıldım ona. Venedik ki sen nemi var sevəcəksən? Venedik arplamına var və. Ya nemiyə nə var? Nemi üçün var sevəcəksən?
Sebepsiz. Kızıkımız. İsmi şöyle kaldı. Kızık yak. Tarihi bir yer. Su üstüde. Öyle. Kimin hiçbir dünyada buna kürdüp bakmagan nima deymiz? Kürdüp bakmagan nima o'xshash. Masalan, chunki suvsiz yashash boshqa bir narsalar. Etrafı hiç qanday quruqluq yo'qmi? Ya quruq ba, suv quruq bir shar deb bilmayman. O'zim Qur'on o'qishni bilamsan? Ha, bilmayman. Qancha bilasan? Yaxshi bilaman. Qaraymi? Yo'q. Sen bayan men ijtimoiy aloqa yaxshi deb o'tdingiz hali. Ha. İngilizcem öğünütübsen. Mesela onundan başka tillara yani öğünüş oluş baktın mı? Öğünüş kızıqamsan. Güzel bir soru. Ha. Arapça. Güzel oldu sen. Arapça bilirsen? Arapça bilmayman. Arapça öğünüş qiziqman. U Arapça lekin bir qız tez qildi menga. Tez geldi. Arapça testler. Ha. İngilizce tez emas, tez. Ya İngilizce alsan, İngilizce alsan Arapçadan. Arapça tez. Yo'q. Men Arapchani çünkü biz kichik vaqtimda Qur'on o'qib qolgan ekan bir O'qishchasini alsan, bir qiz pishig'i bo'ldi-ku. Çünkü biz Türk maktabidan bu Arapça ko'ramiz. Mesela men shunaqa darslik raqamga kirma. 95 yozaman-ku. Shuni qadar. O maktab kichik emas, o'rnak alsa. Hem Kur'an o'qishni bilganga ham yodlagan yodlarni tasbas chiqib, nima bo'ldi ya? Biraz qo'lay bo'ldi atrofdan. Shundaq raqay, to'g'ri. Boshqa Arapchadan boshqa tilchi. Arapçadan başka İtalyanca gidip hocam oldu. Bo'ldi. Arapçadan başqa til bo'ldi. Yetarli ekan. Biz Arapça, İngilizce, Türkçe, Uyg'urcha. Xitoycha yana birisi Xitoycha dushmanim tili. Dushmanim tilini o'rganmagan dushman deb olmaydi ekan. Xada. Rastcha anda emas, kulish boshqa lekin rast uning dushmanning tilini bilmay turib. Ya sen gibon Xitoymi? Ha, dushmanning tilini bilmay turib dushman qilsak, Ya oxirgi gibon kim atmayacak? Ana shunday qiz. Shatta shunday. Evet, bunda demek şunu qo'y, sen düşmanning düşünmesini tushunish uchun düşmanning tilini bilish kerak demek. Ha, to'g'ri. Mana demek. Ha. O'zingni til o'rganish qobiliyatim deb o'ylamsan. Yo'q. Nishqa sen jiqqa qo'ygan. Sendagi odamlar bak Moskvada jiqlar. Ay shundoq ayda deydi atrofimdagilarga men o'zim ayda nima qilmayman. Chunki men bir qiz asli tutishni men asli tutishim shunday qilib yodlash. Ha. Yodlash ojiz. Ojiz. O'lchamas, ojiz. Ojiz. Ras ojiz ekan, anaqa qilgan nima emas. Chunki men nima deymiz? Sen bir sen hozir tunishsam, ismini depasa, unutib qolgan 2 soatga. Uni keyin so'rayman, achcha gap qoldi. Unutib qolgan. Lekin anda xilda o'tirib gap qilishib, suhbat qilsak unutib qolaman uni boshqa. Lekin qobiliyatini shuqlaydigan nimning birisi Qur'onda san. To'g'ri. Uyquga gitsin. Asli chiqadi, u qadar kötü emas. Kötü emas, yaxshi emas. O qadar yaxshi emas, lekin shu o'nchilik yaxshi emas. Ha, o'nchilik yaxshi emas shu. Normal. Normal deyil. Ya, hozirgi nimda mencha chiq qadamlarning ichida to'lab ketdim ki telefon o'chi yangi har kuni axlat xabarlarni Mыңыза сығымға ташап қалып шығайсы аламай қобыл қыламыр. Şu mümkün ya evimizin zaten. Anda total xabarim şada. Anda tügütülü 5-incisi çıksa ögüdü ki güzel şey. Ondan okup gitmez endi. Anda qilmaydi. Ama gap qilish usullari nimani bek yaxshi ki. Rahmat. Talaffuzim nimasi. Rahmat. Hem kichik chiqsa va chetga. Shunga endi normal bo'lish. Normal. Lekin dadam xatalik. Yo'q, dadam xatalik emas-da shu. Baqa bir bola masalan Uyg'ur turib nima Uyg'urcha qilolmaydi. Ha. Amsa tirishib kitoblarni chiqib. Inshaalloh. Inshaalloh. Uyg'urcha kitob o'qisam to'g'ri. Ingliz opam deydi Uyg'urcha kitob o'qib beradi. O'qimaysan lekin. O'qiyman-da, ijaqamiz. Turkcha kitob yo'q o'qiyman. Dadam shu nima ilqima endi Uyg'ur turibchi, endi Uyg'urligimizni biz yo'qotsak endi zaten dadamız endi bir yoshga kelib qoldi. Endi basmayli endi. Shu Uyg'ur tilini endi yo'qotsak, bizning bolalarimiz qanday bo'ldi degandek. Shunga
xatolik. Aslida Uyg'urchamizni yaxshilash nima bo'lish kerak. Uyg'urligimizni qo'g'dimsak, birinchi bo'libchi, u bizningki vatan da'vosi degan bir yakkagan chaqda yolg'on bo'lib qoldi-ku. To'g'ri. Shunga Uyg'urligimizni qo'g'dishimiz kerak. Endi men buni 4 xato qilib turibman dedim. Sen to'g'ri. Haqiqatan to'g'ri deydi. Biz Uyg'ur tilini unutib qolsak, Uyg'ur so'zlamasak, hamma davlatga turayotgan davlatlarda ashu til bilan so'zlasak, keyin unutib qolamiz shunday kelsak. Keyingi avlodlarimiz ashu millatni bo'lib cho'ng'ildi. Shunga o'shadagi yoshlar, yoshlar tavsiyamiz. Hamma Uyg'urchamizni birlikda qo'g'lasak. Uyg'ur tilimizni qo'g'lamasak, bir saviyaga yetib qolgan chog'da, endi buni ketib oldi desam olmaydi. Chunki men ko'rdimchu buni, rost ko'rdim. Mishaga chiqqili xili bo'lgan bolalar mening sinfimda emasdan, mening turk maktabida o'qiydigan bir bola bor, dadasi chiqibdi-ka, 19-da Karsga chiqibdi, dadasi. Undan keyin bolam shat tug'ilibdi. Bola bilmaydi Uyg'urchani. Uyg'urcha tushunadi, gap qilmaydi, gap qilolmaydi. Masalan, bu bir vahim, chunki oilasi Uyg'ur. Oilasi Uyg'ur, lekin o'zi gap qilolmaydi-ku. Bu endi zaten o bola turkleşib bo'libdi. Masalan, shunga qilib shu bolaga o'xshash bo'lib qolmayli deb, aslida Uyg'urchamizni taxir ravon, taxir go'zal qilishimiz kerak. Chunki biz zaten bu yerga chiqib zaten bunday emas. Uyg'urchamizni zaten yo'qotib qo'ydik. Gap qilgancha unda bo'lmasan-ku, zaten deb gap qilyapman degandek, Uyg'urchamizni zaten vatanda gap qildigan, vatanda gap qilgan shakldan zaten uzoqlashib qo'ydik-ku Uyg'urchamiz. Shu Uyg'urchani bo'lsa-ma qo'g'dishimiz kerak, bizning zo'rliqimiz shu. Shu nima? Shu bo'lish kerak narsa asli shu. Biz vatandagidekmi gap qilolmaymiz? Shu vatandagi gap qilmasakmi, shuni qo'g'dishimiz kerak. Lekin qo'g'damaydi. Amsa kitoblarni jiqrab o'qib, Uyg'ur kitoblarini o'qib. Inshaalloh. Uyg'urlardan bekrak qilamiz. Inshaalloh. Ayki Nur ekranidagi videolarni jiqrab ko'rasiz. Inshaalloh bundan bakrab qo'ying. Unda bo'lsa, programmaning oxirida tahrirlashimiz birdan maqol tamsilini so'raymiz. Maqol tamsilini beshini biz deymiz, oxirini sen tushirsa. Ma'qul. Unda so'rdim. Boy bilan davolashma. Boy. Aslan bilasizmi? Boy bilan davolashma. Onu bilmayman. Endi kallamni to'g'ri baqayman. To'g'ri basammaydi, to'g'ri chiqib qolish mumkin. Boy bilan davolashma. Namurat bilan jidallashma. Namurat bilan jidallashmami? Yo'q. Yaqinlashdim, lekin to'g'risini deb berayman. Boy bilan davolashma, botir bilan chelishma. To'g'risi bu. Aslında bir nefere oldu. Birlik bulmayı. Tiriklik bo'lmas. Doğru. Emse programımız kepeyin rahmet. Yaxşı bir söhbət oldu, yaxşı bir neyim oldu. Ben sizlerge rahmet ettim. Ben meğer kelip özümden hakikaten Uygurçada azı bağlılıqım. Çünkü ben bu program kılıştığın adılar o da oylardım. Endi men shash chiqmadim deb o'yladik-ku. Hamma kelib press. Nima bo'ladi? Har bir balning kilish Uyg'ur balning mana tavsiya emas bu. Kilish kerak. Chunki u bu kelib o'zini bir qanchalik sinab qilish kerak deb o'ylayman. Programmamizga qatnashmaganliging uchun ozgina ko'ngil sog'imiz. Inshaalloh buni programmamizga yevasan bo'ldi. Rahmat. Aziz qarindoshlar, bugungi programmamiz shu yerda oxirlashdi. Kerakli sonda ko'rishgacha omon bo'linglar. Alloh emanet.